Toshkent viloyatining Zangiota tumanida prezident qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida yig'ilish o'tkazildi. Uchrashuvda Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi rahbariyati va mahalliy mas'ullar ishtirok etishdi. Unda muammolar muhokama qilinib, favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik choralari belgilab olindi. Mavluda Sharopova mazkur jarayonda ishtirok etib, lavha tayyorlab qaytgan. Mazkur tadbirning asosiy maqsadi mahallalarda xavfsizlikni ta'minlash ishlarini mahallabay va xonadonbay tizimi asosida yo'lga qo'yishdan iboratdir. Hozirgi kunda har bir mahalla bo'yicha alohida xavf indikatori ishlab chiqilib, xonadonlar xavf darajasiga ko'ra qizil, sariq va yashil toifalarga ajratilmoqda. Qizil toifadagi xonadonlarda kuchaytirilgan tekshiruv tadbirlari olib borilib, ularni bosqichma-bosqich yashil toifaga o'tkazish choralari amalga oshirilmoqda. Mazkur mahalla faollari hamda yettilik vakillari bilan tushuntirishlarni berish maqsadida o'zlariga yo'riqnoma o'tdik. Ya'ni ushbu tadbir o'tkazilayotgan asosiy maqsad tadbirimizni mahallalarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar, is gazi, chaqnash, yong'inlar va boshqa favqulodda vaziyatlarni oldini olish bo'yicha professional chora-tadbirlar olib borish maqsad qilingan. Hozirda butun respublikamiz bo'yicha barcha hududlarda, mahallalarda asosiy o'sha sodir bo'ladigan favqulodda vaziyatlarni oldini olish hamda bartaraf etish bo'yicha professional chora-tadbirlar davom etmoqda. Yig'ilishdan so'ng akademiyaning tajribali professor o'qituvchilari, viloyat va tuman shahar favqulodda vaziyatlar bo'linmalari hamda mahalla vakillari bilan hamkorlikda aholi xonadonlarida favqulodda vaziyatlarning yuzaga kelish xavfini kamaytirishga qaratilgan profilaktik choralar ko'rildi. Jumladan, yong'in, is gazi bilan zaharlanish, chaqnash kabi baxtsiz hodisalarning oldini olish, elektr energiyasi, tabiiy gaz va muqobil yoqilg'i turlaridan hamda isitish pechlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya etilishi, elektr va gaz tarmoqlariga noqonuniy holatlarining oldini olish masalalari ilmiy-texnik yondashuvlar asosida o'rganildi. Bugungi seminar davomida yong'in chiqish holatlari bo'yicha, is gazdan zaharlanish bo'yicha aholi o'rtasida targ'ibot o'tkazish bo'yicha mana seminarlar o'tkazildi. Bu narsa o'zi doimiy bizada Zangiota tumanida tashkillashtirilgan favqulodda vaziyatlar bo'limi bilan hamkorlikda 2024-yilga nisbatan 2025-yilda nisbatan kamaydi. Favqulodda vaziyatlar bo'limi bilan birgalikda ochilgan bizada xavfsiz gaz gruppamiz bor. Xavfsiz gaz gruppamizda doimiy ravishda o'sha targ'ibotlarni olib borishimiz, birgalikda yurishimiz, ijtimoiy soha obyektlari, mahallalar, aholining ichida yurganlarimizni samarasini berib, 2025-yilda juda kamroq bo'ldi bu narsa. Is gazdan zaharlanish, o'lim holati kuzatilmadi. O'lim holati, is gazdan zaharlanish holati bo'ldi-ku, o'lim holatlari kuzatilmadi. Ushbu ishlarni samarali tashkil etishda favqulodda vaziyatlar organlari inspektorlari hamda mahalla yettiligi a'zolari o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyat kasb etib, mazkur mexanizm aholi xavfsizligini ta'minlashda muhim natijalarga erishishga xizmat qilmoqda.